Bu galgi videoyimizda vermikulitni qurilish sohasida qanaqa foydalanishi, nimaga kerak, nima bilan qo'shib ishlatiladi va hokazo va hokazo. Bu yoqqa kelaver. Vermikulitni mana shunaqa devor holatidagi oradagi to'ldiruvchi vazifasi, ya'ni bundan qilinadigan umuman nima keragi bor? Bu issiq, sovuq, shovqin suronini ushlashga, izolyatsiya degan narsaga ishlanadi. Buni ham hayotda bo'lgan narsalar haqiqatan ham shu qurilish sohasida ishlatishgan. Ruschasiga proyom deydi, shu orasidagi masofalarni to'ldirib chiqariladi. Bu ham yengil, ham yonmaydi, kuymaydi, xavfsiz, juda zo'r. Mana bu yoqqa kelamiz. Bu yoqda mana tom ko'rinishi bir maket qilib qo'yganmiz. Bundoq qilib olsak, tomi tegidi mana shunaqa to'ldiriladi. Endi bu yoqda sal shoshib qo'yilgan, lekin buni membranalar bilan qilinadigan holatda qilinadi. Tom yopib qo'yib, bemalol issiq, sovuq, eng zo'ri konstruksiyaga, binoyingizga og'irlik bo'lmaydi. Bu juda yengil, juda ham yaxshi, xavfsiz. Eng asosiysi yonmaydi. Keyingi masala bu suvoq. Bu endi maket bo'lgani uchun bu yoqda mana vermikulitdan suvog'imiz va stashkamiz. Bu yoqda oddiy semonli, bu yoqda bo'lsa perlitli. Perlit degan mahsulotimiz ham bunga alohida to'xtalamiz. Vermikulitdan xuddi shunaqa suvoqda ishlatilinishi. Bo'lgandagi narsamiz yengillik, osonlik, issiq sovuq ushlash, izolyatsiya. Bir xil misol uchun bunaqani xolamaydi, to'ldirib chiqish yoki imkoni bo'lmaydi. Bularga bemalol mana rastvorlar bilan aralashtirib, qorishmalar bilan aralashtirib qilsa bo'ladi. Shunga bemalol aloqaga chiqinglar, savollar bo'lsa yozinglar, bizga obuna bo'linglar. Hammasini qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni beramiz. Rahmat.